Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun 27-mart 2026-yil. 8-oktyabrda ekish boshlangan chesnogimiz hozirgi holati maydoni 3 gektar atrofida. Kecha kultivatsiya qilganmiz, qator orasini yumshatganmiz. Qator oralig'i 70likka 3 qator ekilgan. Xo'p, shu bilan birgalikda begona o'tlardan tozalayapmiz, o'toq qildiryapmiz. Bu yoqda hasharchilarimiz o'toq qilyapti. Hozirgi kunda bu yil suv ichgan yo'q hali. Kuzda ustiga go'ng sepilgan. Nima deysizlar, 8-oktyabrda ekilgan. Holati yaxshimi? Izohlarda qoldirib keting. Hozirgi qilinayotgan ishlar shulardan iborat. Sarimsoq piyozga berilayotgan ishlarimiz shulardan iborat. Bizni qo'llab-quvvatlab, kuzatishni to'xtatmang. Hammangizga rahmat.